Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Uzun tuman axborot kutubxona markazi xodimlari tomonidan eng ta'sirli va ko'plab kitobxonlar mehrini qozongan ajoyib bir asarni taqdim etmoqchiman. Qo'limdagi ushbu kitob taniqli turk adibasi Sabiha Usmon qalamiga mansub ojiza asaridir. Xo'sh, asarda nima voqealar ro'y beradi? Asar markazida hayot sinovlarida adashgan, qiyinchiliklar qarshisida charchagan Zohida va Hafiza ismli ayolning murakkab qismati yotadi. Muallif ular orqali onalik mehri ayolni qanchalik kuchli qila oladi degan savolga javob izlaydi. Kitobning eng yurakni larzaga keltiruvchi qismi kichkina norasida go'dak Nuron obrazidir. Hamma joyda bayram kayfiyati. Bolalar yangi kiyimlari bilan ko'chalarda quvonib yurishibdi. Kichkina Nuronning esa ko'zlarida faqat ma'yuslik. Uning na yangi kiyimi, na uni erkalaydigan onasi bor edi. U atrofga qarab pichirladi. Hamma xursand, hamma kulmoqda. Mening esa qalbim yig'layapti. Menga kiyim kerak emas, menga bir chimdim mehr bering. Uning bayram kunlarida ham hamma quvonayotganda qalbida yashagan ma'yusligi va bir chimdim mehrga tashnaligi har qanday kitobxonni yig'latadi. Qahramonlar hayotdagi hasad, g'azab va tushkunliklar bilan kurashadilar. Yakunida esa haqiqiy ojizlik jismoniy zaiflikda emas, balki qalb ko'rligida ekanligi insonni har qanday vaziyatda go'zal sabr va iymon qutqarishi ko'rsatib beriladi. Azizlar, qalbni tarbiyalovchi ushbu ajoyib kitobni mutolaa qilish uchun sizni Uzun tuman axborot kutubxona markazida kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.